Assalomu alaykum Aktam Ahmadovich, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Uzr, 2 daqiqa vaqtingizni olmoqchi edik. Yaqindagina o'sha fraksiyangiz tomonidan tashabbus qilingan qonun loyihasi haqida sizning munosabatingizni bilmoqchi edik va keyingi qadamlar qanday bo'ladi? Endi parlament bahs munozaralarning maydoni, fraksiyalar, 5 ta partiyaning fraksiyalari o'zini elektorati manfaatidan kelib chiqib, har bir qonun loyihasini muhokama qiladi, himoya qiladi. Mana bugun biz yalpi majlisda muhokama qilgan qonun loyihamiz ham bu bizni saylovoldi dasturimizdan kelib chiqqan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tadbirkorlar, ishbilarmonlar, umuman tadbirkorlik muhiti, qulay bir ishbilarmonlik muhitini rivojlantirish uchun, yanada ko'paytirish uchun ishbilarmonlar sonini biz saylovoldi dasturimizda muhim bandlarni yozganmiz. Mana shu jihatdan biz yangi qonun loyihasini tashabbus qildik bir qator deputatlarimiz bilan birgalikda. Bu qonun loyihasi mehnat munosabatlarini takomillashtirishga qaratilgan. Mana shu jarayonda biz mehnat kodeksiga tegishli o'zgartirishlar kiritish. Buning uchun biz ishchi guruhi tuzib, o'rganib, tadbirkorlarni, ishbilarmonlarni, ish beruvchilarning fikrlarini o'rgandik. Lekin shu bilan birgalikda biz ishlovchilarni ham mehnat bozorida himoya qilish bo'yicha o'zimiz dasturimizda muhim bandlarni yozib kiritganmiz. Mana shundan kelib chiqib bugun biz muhokama qilgan qonun loyihasi biz yalpi majlis muhokamasiga olib chiqdik. Fraksiyalarda qizg'in muhokamalar bo'ldi. Shu jarayonda bir narsa aniq bo'lyaptiki, biz qo'yayotgan masala birinchi navbatda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish. Va shu bilan birga biz 10 markaz partiya sifatida hozir kambag'allikni qisqartirish, ish joylarini ko'paytirish, bir samarali bandlikni ta'minlashga qaratilgan siyosatni ham yurityapmiz. Endi shundan kelib chiqqan holda biz hozir o'rganganimizda mehnat kodeksimizni bugungi bozor munosabatlarini talablardan kelib chiqib takomillashtirish zarurati paydo bo'lyapti. Bu xodim bilan ish beruvchi o'rtasidagi munosabatlar. Biz yozib shu normalar borki, ayrim normalar yozilganiga 30-35 yil, 40 yilga yaqin bo'lyapti-da. Bu paytlarda hali davlat mulkini ulushi juda yuqori bo'lgan. Hozir davlat mulkini ulushi keskin qisqargan. Nodavlat sektori 80% dan oshdi. Biz buni 85 ga chiqarmoqchimiz. Bugun kichik korxonalar, mikrofirmalar, o'rta korxonalar asosiy ish beruvchi sifatida chiqyapti. Lekin biz qonunchilikda belgilagan normalar bularning manfaatiga qanchalik xizmat qilyapti? Ish bilan, ish beruvchi bilan ishchilar o'rtasida. Mana shundan kelib chiqqan holda biz qonun tashabbus qildik. Tashabbusimizda ayrim normalarni ilg'or xorijiy tajribadan kelib chiqqan holda bir moslashtirish bo'yicha ham takliflar tayyorladik. Lekin mana shu takliflarimizni ayrim partiyalarimiz, ayniqsa 10 partiyalarimiz g'oyasiga bu mos kelganligini inobatga olib, bizni partiyamiz g'oyasi, so'l partiyalarimiz, sotsial demokratlar mana shu g'oyamizdan kelib chiqib bu ishlovchilarning manfaatiga zid bo'lishi mumkin. Mana shu kiritayotgan normalaring. Sizlar faqat tadbirkorlarning manfaatiga ko'proq xizmat qiladigan qonun loyihasi tayyorlagansizlar degan ma'noda ham bir fikrlar bildirib o'tishdi. Biz bu fikrlarga qo'shilmaymiz. Nimagaki biz bir paytda o'ziga kiritayotgan o'zgartirishlarimiz ikki tomonga ham xizmat qiladi. Birinchidan tadbirkorlar uchun mehnat bozorida qulaylik yaratayotgan bo'lsa, xodim bilan mehnat munosabatlarida ishga kiradigan xodimlar uchun ham bu qulaylik bo'ladi. Ikkinchidan bu parlamentdagi bahs munozaralar bo'yicha. Bugun qator fraksiyalar vakillari qonun loyihamiz bo'yicha qo'llab-quvvatlamadi, lekin bu tabiiy jarayon deb hisoblaymiz. Sababi parlamentda biz fraksiyalarda ham juda ko'p qonunlarni muhokama qilganda qaysidir fikrlar bo'yicha nuqtai nazar qarashlarimiz bir-biriga mos kelmasligi mumkin. Bu tabiiy jarayon, chunki elektorat manfaatlariga xizmat qiladi, lekin biz parlamentda ko'pchilik o'rinni tashkil qiladigan fraksiya sifatida, eng ko'p o'ringa ega bo'lgan fraksiya sifatida bu yana o'zimizni g'oyamizni oldinga surishga harakat qilamiz, lekin yana bir tomoni bor. Eng ko'pchilik o'ringa ega bo'lsak ham biz parlamentda bu bizga qonunni o'tkazishga kafolatlay olmayapti-da. Mana shu holatda bugun shunaqa holat bo'ldi. Biz 64 o'ringa egamiz parlamentda. Qonunga ovoz olish uchun yarmidan ko'p ovoz olishimiz kerak, 150 nafardan. Demak, bizniki tabiiy yetmaydi. Boshqa partiyalar bilan, fraksiyalar bilan muloqot olib borishimiz kerak bo'ladi va bugun bu birinchi marta bo'lmayapti. Oldin ham biz ayrim qonun loyihalari bo'yicha fikrlarimizni bildirganimizda mana shunday bir qarama-qarshiliklar bo'lgan. Shundan kelib chiqqan holda bizning nazarimizda hozir parlamentda qonunimizni o'tkazish uchun, g'oyalarimizni hayotga tatbiq qilish uchun boshqa partiyalarning fraksiyalari bilan ham biz ularning g'oyasini chuqur o'rgangan holda bizga yaqin bo'lgan
g'oyalari mos bir-biriga yaqinroq bo'lgan partiyalar bilan hamkorlik qilish zarurati borligini biz chuqur anglayapmiz. Hozir biz bu borada mana shu 5 ta partiya fraksiyasi bo'lsa, o'zimizga yaqinroq deb hisoblaydigan partiya bu Milliy tiklanish partiyasi bo'lyapti. Ular ham o'nglar, bozor iqtisodiyotini jadal joriy qilish tarafdori, kelishyapmiz yetakchi partiyalardan bizdan keyingi o'ringa turgan deputatlar soni bo'yicha. Men o'ylayman, agar biz g'oyalarimiz, to'g'ri qarashlarimizda farq bor, ayrim g'oyalarda ham farq bor, lekin umumiy manfaat mana shu yangi O'zbekiston taraqqiyoti uchun, uni amalga oshirish uchun, yangi O'zbekiston taraqqiyoti uchun birlashib, g'oyalarimizni birlashtirib, kuchlarimizni birlashtirib, mana shu muhim qonunlarni qabul qilishda biz kuchimizni safarbar qilsak, o'ylaymanki, mana shunday bir xalqimizga xizmat qiladigan bir qonunlarni qabul qilish uchun imkoniyat bo'ladi deb o'ylaymiz. Bundan keyingi jarayonda mana shunday bir parlamentda ko'pchilik ovozga ega bo'lib, qaror qabul qilishga imkon beradigan ko'pchilik ovozni olib, biz o'zimizni ko'zda tutgan maqsadlarimizni, tashabbuslarimizni, g'oya va takliflarimizni o'tkazishga harakat qilamiz. Rahmat sizga kattakon.